Ertalabdan o'zimni unchalik yaxshi his qilmadim. Tug'ruqdan so'ng gemoglobinim tushib ketdi va ikkita bola bilan ovora bo'lib kapelnitsaga borishga vaqt topa olmadim. Shuning uchun zo'rlab bo'lsa ham o'rnimdan turdim. Avval qizimga nonushta tayyorlab, keyin uni ovqatlantirdim. So'ng toza havo bo'lgani uchun u ko'chaga o'ynagani chiqib ketdi. Men esa oshxonani tezda yig'ib tushlik qilishni boshladim. Afsuski, ba'zi bir o'zbek ayollarning hayoti shunaqa. O'zini ayamasdan uy yig'ib ovqat qilib, bolalarga qarab hammasiga ulgurishim kerak deb yuradi. Bilasizki, ikki farzandli bo'lib, men ham shu ayollar qatoriga o'tyapman. Tezda tushlikni tayyorlab, o'qishga shoshilib chiqib ketdim. Bu yil magistraturani bitiraman va shu sabablarga ko'ra o'qishga maksimalni kuchli e'tibor berishim kerak. Ammo sog'lig'im birinchi o'rinda, lecheniyamni boshlamasam bo'lmaydi. Bolalarim bilan bolnitsaga ovora bo'lib, u yerda navbat kutib o'tirgandan ko'ra, Maker ilovasidan uyda o'tirgan holda hamshira chaqirib lecheniyamni olaman. Ilovaga kirib, qulay vaqtni belgilab va buyurtmani tasdiqlayman. Eng qulay jihati, hamma narsa uyda amalga oshiriladi. Ikkita bola bilan bemalol uyda o'tirib, barcha kapelnitsalarimni ola olaman. Maker ilova orqali nafaqat hamshira, balki massaj, enaga va bolalar hamshira xizmatlari bor. Tajribali shifokorlarga onlayn konsultatsiyaga yozilishingiz ham mumkin. Bir dona ilova va men o'zimni nihoyat xotirjam his qilaman. Ilovani Play Market yoki App Store'dan Maker nomi bilan yuklab olishingiz mumkin.